Beshinchi variant tahlilini boshlaymiz. Beshinchi variantda ekzam intronga bog'liq bo'lgan savol berilgan. Masala qiyin emas. DNK molekula asosida tezlangan hosilda uzunligi berilgan. 240 nanometrga tengligi. Va hosilidagi amino kislota o'rtasidagi uzunligi ham berib qo'yilgan. Qanchaga teng ekansi 0,38 nanometrga teng bo'lgan. Shuning uchun 240 ni 0,38 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, 650 ta amino kislota chiqadi. Buni 6 ga ko'paytirishimiz orqali biz DNKni, ya'ni oqsil sintezlangan ekzon qismdagi umumiy nukleotidlarni toplasak bo'laveradi. Jadvalda foizlar berilgan. Foizlarda ekzonlarning foizi 22%, 8%, mana bu joyda 20%. Hammasini qo'shadigan bo'lsak, jami ekzon necha foiz tashkil qilyapti desa, 50% tashkil qilyapti. Demak, 50%imiz qancha ekansa 3900 ga teng bo'ladi. Endi qarang, har bitta aytilgandan asta-sekin ma'lumotni topib kelsak bo'ladi, chunki hammasining foizi ma'lum. Bizda 34-savolda so'rayaptiki, ekzon 3 tarkibidagi vodorod bog'lar sonini hisoblang deyapti. Ekzon 3 qaraydigan bo'lsak, mana hop, ekzon 3 dagi vodorod bog'ini topish uchun biz nimadan foydalanishimiz kerak desa, ma'lumoti bor. Ekzon 3 da 20% qism adeninga to'g'ri keladi-da. Demak, ekzon 3 da 30% guanin bo'ladi. Endi umumiy o'zi ekzon 3 20% bo'lsa, 50% 20%, mana 20% topadigan bo'lsam 1560 ta nima bor desa, nukleotidi bor. Bu 1560 ta 100% qilib 30% ni topadigan bo'lsak, 468 bu ekzon 3 dagi sintezin yoki guanin soni bo'ladi. Umumiy nukleotidga guanin sintezini qo'shadigan bo'lsak, uni vodorod bog'i kelib chiqaveradi. Endi 34-savolga e'tibor bering. Ashta ozgina xato ketib qolgan. Intron 1 dagi emas, intron 2 dagi fosfat efir bog'lar sonini toping bo'lish kerak. Shunda intron 2 miz 35% bo'lsa, mana 35% ni topadigan bo'lsa 2730 ga teng bo'ladi. Undan biz 2 ni ayiradigan bo'lsak, keyin fosfat efir bog'larini topishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, 35-savolchi. Umumiy vodorod bog'lar sonini nima qilish kerak ekan? Hisoblash kerak ekan. Bu ham chiqadi, faqat chiqmaydi emas, raqam chiqadi. Lekin javobdagi raqam chiqmaydi. Sababi bittasi butunlik son chiqib qoladi mana bu joyda. Umumiy qiyin emas aslida. Mana bu nukleotidlarning hammasini qo'shib chiqasiz. Masalan, 50% 3900 teng 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, umumiy nukleotid bo'ladi. Unga mana bu DNKdagi hamma nimani qo'shib chiqish kerak bo'ladi desa, guaninni qo'shish kerak bo'ladi. Bu yerda noma'lum mana ekzon 2 bilan intron 2 dagi guanin noma'lum bo'lib qoladi. Shuning uchun 35-savol yechim hisob ketadi. 36-savolga diqqat qiladigan bo'lsak, deksaploid o'simlik o'zaro ishlashtiryapti. Avlod olinyapti. Kamida shu dominantlar bo'lsa, degani u chalg'ituvchi belgi xolos. Faqat biz e'tibor beradigan qism mana dominant belgiga ega organizmlar sonini aniqlang. Dominant belgiga ega bo'lmagan, bundan oldingi darslarda ham aytib o'tdim. Faqat resessiya doim nechta chiqadi desa, bitta chiqadi. Uning uchun mana bu o'simlikdan gameta topish formulasini chekishimiz kerak. B genlarni raqamlab olamiz. Raqamlangan gendan resessiv genni ko'paytmasini dominant genni ko'paytmasiga bo'lamiz. Bo'ladigan bo'lsa, demak, mana bu bitta organizmning o'zi bir tarafda, masalan, pennet katagida 250 ta gameta beradi. Bunisi ham 252 ta gameta beradi. Bu degani 252 ni 252 ga ko'paytirsak, avlod 63504 dan tashkil qiladi. Endi undan bittasi resessiv bo'ladi, qolgani hammasi dominant belgiga ega bo'ladi. Demak, mana bundan bir ayirib olsam, mana 65500 3 ga teng bo'ladi. Bizda umumiy avlod nechta bo'lgan? Umumiy avlod, hop, 19000, yo'q, 190512 ta bo'lgan ekan. Uning ichida qanchaga teng bo'ladi desa, 190509 ga teng bo'ladi. 37-savol juda chiroyli savol chiqqan. Chalg'itadigan nuqtasi qayda desa, chalg'itadigan nuqtasi aynan mana bu qismda. Ya'ni ko-dominantlik degan ko'pchilik katta D ni alleli kichik D bor deb o'yladi. Yo'q, bu yerda kichik D yo'q. Bu yerda mana R ni ham kichik R'si yo'q. Chunki D bilan R bu yerda bir-biriga allel holatda turibdi. Endi aytilgan individlarni o'zaro nima qilamiz? Chatishtiradigan bo'lsak, mana trigoterazigotali organizm o'zaro chatishtirildi. Trigoterazigotali. Bu undan olingan nimalar? Avlodlar soni. Endi bizdan so'ralyapti 192-da hosil bo'lgan avloddan urg'ochi mushuklarning nechtasi deyapti. Endi shuninglar yaxshilab, urg'ochi mushuklarning necha foizini deganda faqat urg'ochini ichidan qidirsam bo'laverardi. Bu yerda urg'ochini ichidan qidirishim shart emas, chunki bu yerda son so'ralyapti. Son so'ralgan paytda men istalganimdan topib qo'yishim mumkin. Umumiy avlodidan topib qo'yaveraman. Qanaqasi bo'lsin? Xo'p, olachpor rangli, to'g'ri va uzun bo'lsin deyapti. Olachpor rangli, ya'ni to'g'ri bo'lishi uchun kattasi bo'lishi kerak. Katta individ bizda 3 ta bor, nechinchi? 4-da.
Uzun bo'lishi uchun kichkina b bo'lishi kerak. Kichkina b nechta bor? 4 taning ichida bitta bor. Endi so'ralgan qanaqa? Xo'p, rangi olachipor, ya'ni katta katta rega ega bo'lgan urg'och qaysi biri? Mana bu. O'zi ikkita urg'ochi bor, undan bittasi mana bu. Demak, nechta ekan? 1 taqsim 4. Bu hisoblasa 3 taqsim 64. Ya'ni 64 taning ichida 3 ta bor ekan. Bizda 192 taning ichida nechta bo'ladi deganligi uchun bu 9 taga teng bo'ladi. 38-savolga e'tibor bering. Xo'p, o'zi 9-sinf ma'lumoti bo'yicha 1 metr kvadratda soatiga 1 gramm organik modda sintezlanadi, to'g'ri keladi. Bizda 3 metr kvadratda qanchaga to'g'ri keladi desa 3 grammga teng bo'ladi. Bu 1 soatda 3 grammga teng. Bizda kun uzunligi 18 soatga uzaytirilgan. Demak, 18 soatda, ya'ni bir kunda 54 gramm organik modda sintezlanadi. Bizdan haftaligini so'rayapti. Shuning uchun buni 7 ga ko'paytirib olsak 378 grammga teng bo'ladi. 39-savolga diqqat qilamiz. Xo'p. 39-savol bu yerda adashmasam o'zgarib ketgan ekan. 39-savolda bizda nimani bergan? Xo'p. Xo'sh. Mana shu yerga yozib bera qolaman. 38-savol. ABB organizm xromosom mutatsiyaning trisomik varianti sodir bo'ldi. Organizm 97 da, organizm 29 xromosom. Trisomik deganda xromosomning soni bittaga ortib qolgan bo'ladimi? Shuni hisobini oladigan bo'lsak, mana bu joyda qarang. O'zi 97 xromosom bo'lgan ekan. Demak, bu joyda qalam qani endi? Biraz oddiy tushuntirib qo'ya qolaman. Qarang. Xo'p, 97 xromosomi bor. Bitta qo'shilish hisobiga bo'lgan. Demak, unda o'zi jami 2 to'plam nechaga teng bo'lgan desa, 2 to'plam 96 ga teng bo'lgan. 96 necha juft xromosomaga to'g'ri keladi desa, buni 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, 48 juft xromosomaga to'g'ri keladi. Masalan, birinchi juftga bitta qo'shilsa, bir xil, birinchi xil. Ikkinchi juftga bitta xromosoma trisomik bo'lsa, bu ikkinchi xil, uchinchisiga uchinchi, to'rtinchi. Shu holatda A organizmi nechta bo'lyapti desa, 48 xil holat, ya'ni 48 xil variantda bo'lyapti. Endi B organizmdachi esa o'zi 29 ekan, undan 1 ayirsak 28 bo'ladi. Bu degani 14 juft xromosomasi bor. Demak, unda necha xil bo'ladi desa, 14 xil variantda hosil bo'lishi mumkin bo'ladi. Bizda savolda A dan B ni necha xil trisomik variant kuzatiladi desa, demak, A da 48 xil, B sida necha xil ekan desa, 14 xil variantda kuzatiladi deb olib qo'yaverasiz. Xo'p, 40-savolga diqqat qilasiz. 18 mol glyukoza deyapti, ham chala, ham to'la parchalandi degan ma'lumot beryapti. Va sitoplazmadagi ATF molekulalar soni nima bo'ldi desa 3 marta ortyapti. Endi bir narsani tushunaylik. Sitoplazma chalada ham bor, to'lada ham bor. 18 mol glyukozani har qanaqasiga parchalasam, baribir sitoplazma bosishdan o'tkazaman. Shuning uchun 18 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam, 36 molekula ATF sitoplazmada hosil bo'lgan. Shunda aytyapti, sitoplazmadagi ATF ni soni 3 marta ortdi dedi. Demak, dastlab A bo'lgan, 3A gacha ortgan. Shunda o'rtada nechta qo'shilyapti? 2A ta. Qo'shilgani kim? Mana 36. Demak, 2A ham 36 ga teng bo'lsa, A ham 18 ga teng bo'ladi degan. Va ADF molekulari 7 marta kamaydi. Demak, 7B dan u B gacha kamaygan. O'rtada qancha? 6B. 6B ham qanchaga kamaygan? Ya'ni mana ATF sintezlashga 36 ATF ketgan. Buni tenglaydigan bo'lsak, demak, B'imiz nechaga teng ekan desa, 6 ga teng bo'ladi. Endi so'ra oxirida dastlabki ADF va keyingi ATF yig'indisidan deyapti. Dastlabki ADFimiz bizda mana 7B bo'lgan. Shuning uchun bu nechaga teng bo'ladi desa, bu mana bu. 6 ko'paygan 7, ya'ni 54 ga teng bo'ladi. Va keyingi ATF deyapti. Keyingi ATFimiz 3A bo'lgan, A'imiz 18 bo'lgan. Hisoblaydigan bo'lsak, 6 ga 42, mana bu joyda 3 ko'paygan 18 54 ga teng bo'lyapti. Ikkalasini qo'shib olsak 96. Shundan necha barobar ko'p desa 4,5 barobarga. 4 ham ko'rsam 432 ta ATF mitoxondriyada hosil bo'lyapti. Va shu vaqtda dastlabkidan ATF 2,5 marta kamaygan, mitoxondriyadagi nazarda tutilyapti. 2,5 C dan C gacha kamaygan. O'rtadagi farq 1,5. Qancha ATF hosil bo'lgan? 432 ta. Unga hosil bo'lishga 432 ta ATF ketgan. Buni tenglab C ni topadigan bo'lsam, C 288 ga teng bo'ladi. Bizda mitoxondriya dastlabki ADF so'ragan. Dastlabki ADF qancha bo'lgan desa 2,5 C bo'lgan. Shuning uchun 288 2,5 ga ko'paytirsak 720 taga to'g'ri keladi.